Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'z davrining eng mashhur xonandalaridan biri bo'lgan taniqli xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rashid Xoliqov haqida noxush xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Mehnat shuhrati ordeni sohibi Rashid Xoliqov 28-aprel kuni 53 yoshni qarshiladi. O'zbek shou biznesining yetakchi xonandalaridan biri bo'lgan Rashid Xoliqovning oilasi uni san'atkor bo'lishini istashmagan, ijodini boshlagach esa yaqin tanishlari past nazar bilan qarashgan. Hozirda esa 4 farzandning otasi, bir nechta nabiralarning bobosi bo'lgan Rashid Xoliqovning tug'ilgan kuni munosabati bilan uning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Onam tatar millatiga mansub etib, xonanda Toshkentning Chorsu dahasida dunyoga kelgan. Uning ota-onasi 5 nafar farzand ko'rgan, biroq farzandlardan biri olamdan o'tgandan so'ng Rashid Xoliqov oilaning kenjasiga aylangan. Xonandaning onasi tatar millatiga mansub ayol bo'lgan. Dadam rahmatli, sof o'zbekona xonadonda ulg'aygan bo'lsa-da, rus millatiga mansub insonlar bilan ishlagani uchun zamonaviy fikrlarda. Onam bilan qanday tanishganini bilmayman, ammo onam kelin bo'lib tushganda hatto o'zbek tilini ham yaxshi bilmagani haqida eshitgan edim. U oilasi bilan Qozon shahriga yashagan va qandaydir sabablarga ko'ra otam bilan tanishib qolgan. Shunday bo'lsa-da, onam o'zbek kelinlaridan ham kam emasdi. 4 farzandni oldiga olib, senlar yaxshi bola bo'lishing kerak, bo'lmasa dadangning yuzi yerga qaraydi degan gapini ko'p gapirardi, deydi xonanda. Otam muhandis, onam esa oshpaz bo'lgan. Rashid Xoliqovni ko'pchilik zodagon boy insonning farzandi deb biladi. Aslida uning otasi oddiy muhandis, onasi esa bog'chada oshpaz bo'lib ishlagan. Xonanda bolaligida oilasi moddiy jihatdan ko'p qiynalganini yaxshi eslaydi. Dadam rahmatli kanop ip ishlab chiqaradigan sexda oddiy muhandis bo'lib ishlagan. U paytlari oylikka ishlaydigan odamlarning daromadi yaxshi bo'lmagani aniq. Dadam ertalabdan kechgacha ishlasa-da, ro'zg'orimiz hamin qadar bo'lardi. Onamning esa bittagina jenfiri bo'lardi va uning ham yengiga katta yamoq solingandi. Onam ham boshqa ayollar singari shuba, palto kiyishni va tilla zanjir taqishni orzu qilardi. Afsuski, ro'zg'ordan orttirib, o'ziga birorta kiyim ham ololmasdi, deydi xonanda. Onam mendan voz kechishni maslahat berishgan. Xonanda onasining 4-farzandi bo'lgan, ammo shifokor homila onaning salomatligiga salbiy ta'sir etishi va undan vaqtida voz kechishni maslahat berishgan. Onam homiladan voz kechishni maslahat berishgan paytda u poliklinikadan yig'lab uyga qaytayotganida mahallamizdagi bir ayol: "Hali ko'rasiz, mana shu qorningizdagi bola mashhur bo'lib ko'p pul topadi va sizga rahmat olib keladi" degan ekan. O'shanda farishtalar omin degan ekan. Tug'ilishim onamning salomatligiga salbiy ta'sir etmadi, deydi xonanda. Hali ko'rasiz, shunaqa tanilib ketaman. Rashid Xoliqovning oilasida san'atkorlar yo'q, ammo otasi va ammalari bolalikdan dutor chalib qo'shiq aytishiga qiziqishgan, biroq oila a'zolari uning san'atkor bo'lishini unchalik istashmagan. San'atkor bo'lishimga qarshiliklar bo'lgan, ammo baribir qiziqishim ustunlik qilgan. 1987-yildan boshlab ansambl tashkil etib, to'y xizmatlariga chiqishni boshlaganmiz, ammo eng qizig'i, mahallamizdagi odamlar bizga to'ylarni ishonishmasdi. To'y qiladigan bo'lishsa, boshqa mahalladagi bizdan rasvoroq san'atkorlarni aytishardi-yu, biz xizmat qilaylik desak ishonishmasdi. Ko'z oldilarida o'sgan bola to'yni qanday o'tkazadi deb o'ylashgan bo'lsa kerakda. Qo'shiqlarimiz disko uslubda bo'lgani uchun boshqa mahalladagi to'ylarga taklif etishardi. Bir kuni qo'shnilarimizdan biri
biri o'g'lini uylantiradigan bo'ldi. Meni xonanda sifatida to'yga taklif qilmaganida xafa bo'lib, hali ko'rasiz, shunaqa tanilib ketib iltimos qilsangiz ham to'yingizga qo'shiq aytmayman degandim, deydi xonanda. Omad keltirgan Shahlo ko'zli malikam 1990-yili Rashid Xoliqov akasi bilan birgalikda Shahzod ansamblini tashkil etadi, ammo ancha vaqtgacha o'z yo'nalishini topolmaydi. Shahlo ko'zli malikam qo'shig'i esa unga oz bo'lsa-da mashhurlik olib keladi. Ijodni juda erta boshlaganman, ammo 1995-yilga borib odamlar xonanda sifatida taniy boshlashgan, chunki u paytlarda ijtimoiy tarmoqlar yo'q, kliplar ham onda-sonda televideniyada namoyish etilardi. Albom yaratilib, uni qaroqchilar qo'liga o'zimiz olib borardik, chunki ular kasetalarga yozib, bozorlarda baland qilib qo'yishar edi, deydi xonanda. Qaynonamning darvozasini tepib chiqib ketganman. Xonandaning oila qurishi juda qiziq kechgan. U turmush o'rtog'i Saida Xoliqova bilan to'yda tanishib qolgan va keyinchalik ularning tanishuvi yo'q klipning yaratilishiga sabab bo'lgan. Ayolim bilan 1992-yili opasining to'yiga tanishib qolganmiz. Hamma yoshlar singari biz ham ko'rishib, telefonda gaplashib, bir-birimizga bog'lanib qolganmiz. Bir kuni onasi men bilan uchrashmoqchi ekanini aytib qoldi. Borsam, to'ydan topgan pullaringiz bilan qizimni boqmoqchimisiz degan gap bilan kutib olishdi. Rosa jahlim chiqqan. G'ururli yigit edim. Qizingiz ham, o'zingiz ham bor bo'ling, deb darvozasini tepib chiqib ketganman. Ertasi kuni Saidaning uy telefoniga qo'ng'iroq qilsam, onam ancha jahldan tushdi. Balki kelarsiz dedi. Bozordan katta guldasta olib yana qaynonam bilan uchrashgani kelganman. Haqiqatdan ham ancha hovuri bosilgan. Gulni qo'limdan olgach, oq fotiha bergan, deydi Rashid Xoliqov. O'ynaysan klipi yangilik bo'lgan. Rashid Xoliqov eng qimmat klip oladigan o'zbek xonandalari safiga kiradi. Ma'lumotlarga qaraganda uning O'ynaysan qo'shig'iga ishlangan klip o'zbek san'atidagi grafikadan foydalanilgan birinchi klip sifatida e'tirof etiladi. Kam qo'shiq yaratganman, kliplarim ham u qadar ko'p emas, ammo sifatli mahsulot yaratishga va u odamlar xotirasida qolishini istayman. O'ynaysan klipini koreys millatiga mansub rejissyor olgan. Yashil fonda olinayotgan sahnalarni ko'rib, hech narsaga tushunmaganman. U paytlari men tugul boshqalar ham grafika nima ekanini bilmasdi. Klip juda katta mablag' evaziga olingan. Uning montaj ishlari ham uzoq davom etgan, deydi xonanda. Oyog'ingizni kesish kerak deyishgan. 2013-yili xonandaning hayotida kutilmagan voqea sodir bo'ldi. U do'stlari va oila a'zolari bilan Balli oroliga dam olgani borganida hasharot chaqishi oqibatida salomatligida jiddiy o'zgarish bo'ldi. Mishmishlarga qaraganda shifokorlar uning jarohatlangan oyog'ini kesmoqchi ham bo'lishgan. Hasharot chaqqanini ancha kech bilganman. Sayohatdan qaytgach, Toshkentdagi shifokorlarga ko'rsatsam, aniq tashxis qo'yish olmagan. Bir professor hasharot chaqishidan tashqari oyog'imda shamollash ham borligini aytgan. Issiq muolajalar qilgach, kasallik kuchayib ketgan. 8 oy mobaynida to'shakka mixlanib qolganman. Oyoqni kesish kerak yoki bukilmaydigan qilib operatsiya qilish kerak degan gaplar bo'lgandan keyin germaniyalik shifokorlarga murojaat qilishga majbur bo'lganman. Ular xavotirga tushmasligimni va kasallikni davolash imkoni borligini aytishgan. Avvalambor yaratganning inoyati va xorijlik shifokorlar sabab bo'lib hayotga qaytganman, deydi xonanda. Xonandaning 4 nafar farzandi bor. Sanjar va Islom ismli o'g'illari oila qurgan va farzandli bo'lishgan. Sanjar bir paytlar otasining kasbini davom ettirmoqchi edi, ammo uning faoliyati uzoqqa cho'zilmadi va san'atni tark etib, o'zini biznes sohasiga bag'ishladi. Xonanda kelinlarni ardoqlaydigan inson. U ilk marta bobo bo'lganda rafiqasiga va kelini
Fayruzaga qimmatbaho avtomobil sovg'a qilgan edi. Rashid Xoliqov 2021-yilda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan Mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rashid Xoliqov Toshkent to'ylariga birovga $1300 evaziga tashrif buyuradi. Korporativ yig'ishlarga esa $2500-$3500 evaziga kelib, sho'x qo'shiqlarni kuylab ketadi deyiladi xabarda.